Assalomu alaykum, Shavkat Mirziyoyev. Kecha men siz haqingizda video chiqaruvdim, xalqqa yordam bering degan videoni. Xitoyliklar O'zbekistonga kirib keldi. O'zbekistonga kirib keldi, ular biznes sohasida kirib keldi. Yana kecha yangi qaror chiqdi. Yangi qarorda aytilgan xalq norozi, xitoyliklar kelishiga xalq norozi bildirdi. Yerlar sotilyapti haqida norozilik bildirdi. Xo'p, bu haqda ham mavzu ochilib ekanki, u yoqda aytilib ekan, hech qanaqa O'zbekistonning yerlari sotilmaydi. Ularga faqat ijaraga beriladi va 50% mi, 51% davlat soliq to'laydi deyilibdi. Bu juda yangilik. Buni eshitib juda ham xursand bo'ldim. Ikkinchi mavzuga kelib taqalaydigan bo'lsak, siz qaror chiqaryapsiz. Xalqqa aytyapsiz, men xalqqa o'ylayman, lekin yangilik kiritaman deyapsiz. Rahmat. Lekin yoningizdagi ba'zi bir mutasassilar bu narsa haqida bizni qiynayapti. Va vaholanki, ular qiynayotgan narsani bizning ko'zimizga siz yomon ko'rinib qolyapsiz. Iltimos, ularga ham chora ko'rib, biz xalqimizga gaz bilan svet narxini ma'lum bir miqdorda kamaytirishingizni so'raymiz. Bu xalqning iltimosi, bu bizning iltimosimiz. Agarda eshitsangiz, agarda mana shunday narsa haqida bilsangiz, iltimos, bular haqida ham chora ko'rishingizni so'raymiz. Bizning maqsadimiz gaz bilan svetni kamaytirishingizni so'raymiz. Mana o'zim qishloqda yashayman. Mana masalan, qishloqda yashayman, gazi yo'q, svet, bizda gazi yo'q, o'tin yoqamiz. Sveti yo'q, pul topolmaymiz, sveti yo'q, insonlar qancha, suv toshib ichib keladigan insonlar qancha. Iltimos, mana shu haqida bizga ma'lumot berishingizni va yangi qaror chiqarib, gazni, svetni narxini kamaytirishingizni so'raymiz.